Salom o'rtoq. Hasan Husan, uchastka variantlarimiz chiquvdi. Har bitta uchastkamiz esa 1.9 yer maydoniga ega. Bu yog'imiz esa katta hovli, elektrichka darvozasi ham bor ekan. Endi ketib uy ichini ko'ramiz. Uyimiz 2 etajli va podvali ham bor. Birinchi etajimizda esa kuxnya, spalnya va sanuzeldan iborat. Ikkinchi etajda esa 3 ta xona va 3 ta sanuzel joylashgan. Bu birinchi uyimizda santexnika, elektrika va chernovoy отделка qilingan. Narxi esa 165 ming, kelishadigan joyi bor. Ikkinchi etajimiz esa 3 ta xona, har bittasida o'zini sanuzeli bor ekan. To'g'riga chiqqanimizda esa birinchi xonamiz joylashgan. Bu uyimizda esa to'pli polni ham qilingan. To'g'rida esa ikkinchi xonamiz. Uyimiz esa pishgan g'ishtdan qurilgan. Manzilimiz esa Tudzor mahalla. Arkadan 800 metr yurganimizda. Bu birinchi uyimiz, narxi esa 165 ming. Ikkinchi uyimiz esa korobka holatida, xuddi shu planimizda. Narxi esa 135 ming. Ozgina kelishadigan joyi bor. Ulgurib qol.